Bu video faqat qizlar uchun, bolalar o'tkazib yuboringlar. Hozir yuz haqida emas, tana haqida gaplashamiz. Tanasi har doim quruq, qo'xshab ketadigan qizlar bormi? O'shalardan bittasi. Mana ayniqsa hozir bahor qanaqa krem sursam ham umuman foyda bermayapti. Blogerlar maqtab chiqqan 60-70 dollarlik kremlarni ham olib ishlatib ko'rdim. Bir tili foydasi bo'lmadi. Ammo yaqinda bitta narsani bilib qoldim. Arzonga shunaqa rezultat olsa bilekan, hozir sizlarga ko'rsataman nimaligini. Mana shunaqa vazelinli krem varianti bor. Atayin tana uchun 48 soatlik. Lekin buni ham rezultat uncha emas. Hozir buni sostavini kuchaytiramiz. Buning uchun bizga oddiygina mana bunaqa hamma do'konlarda sotiladigan yog' kerak. Buni hammamiz bilamiz. Faqatgina yashili, aloyligi birga qo'shamiz. Iloji bo'lsa buni hidsiz variantini olinglar. Mana shunaqa oqqa hidsiz bo'ladi. Chunki bunda o'ta kuchli hid bor. Shunaqa shirin, shunaqa mazali hid bor. Ikkala hidlik narsani olsangizlar qo'shganda uncha yaxshi narsa chiqmaydi. Buni hidsizini olamiz. Buni aloyligini, yashilini olamiz. Ochib olib ichiga qo'yamiz. Yana bitta loyiha. Kecha surganinglarda shunaqa tirsak, tizza sohasiga ko'proq surdinglarda, birorta paketni nimadir yopib qo'yinglar. Shunaqa zo'r bo'ladi. Mana o'sha yaltirashini qaranglar. Atga bir martada rezultat ko'rasizlar. Qimmat ham emas, men ko'rsatgan narsalar hamma do'konlarda